Hammaga salom, sizlar bilan men Reader Uz. Albatta videoni ko'rishdan avval kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingiz chiqmasin. Bu videoda biza yangi qishloq topdik. Mana buni qaranglar, bolalar ajoyib shaderlarni o'rnatdim. Hop. Va mening kompyuterim ham bor. Ajoyib, to'g'rimi? Bunda har xil o'yinlar ham bo'ladi. Hattoki uni montaj qilsam ham bo'ladi. Hop. Keling, men sizlarga bu qishloqni aylantiraman. Hop. Tashqariga chiqyapmiz. Bu yerda mayoq. Atrof juda ham chiroyli. Mana bu qo'yni o'ldirib yubormaydi. Keyin o'ldiramiz. Mana bu suvlarni qaranglar, bolalar. Aytgancha bugungi yangi animatsiyalar qo'shilgan. Bu shaderga. Hop bolalar. Bu mening qishlog'im, mana bu gol. Ana bu mening golim. Meniki emas, qishloqniki, to'g'ri. Agar buni ursam men bilan urishadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bitta shunaqa animatsiyani ko'rsataylik bolalar. Mana shuni olsin deb tashlab. Shuni qilib shuni orasiga oldim. Ana. O'ylarimga oldim. Hop bolalar, juda ham chiroyli qishlog'i. Bu yerlarni topish juda qiyin bo'ldi. Albatta mening ukamning kanaliga ham obuna bo'ling. Kanalini ismi kommentariyada bo'ladi. Albatta kirib ko'rib videolarini obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, yaqinda 1000 ta bo'ldim. Rahmat sizlarga bolalar. 1000 ta bo'ldim. Axir 1000 ta bo'lish hammaning ham orzusi. Inshaalloh endi 10 000 ta bo'lishga harakat qilamiz. 10 000 ta. Mana bularni o'g'illar bir-bora kelganimizda. Hop. Menga bu shaderlar juda ham yoqyapti. Chunki shaderlar nima desa bo'ladi, boshqacharoq. Shader baribir shaderda, to'g'rimi? Mana buni qaranglar, quyoshni. Vashshemi, to'g'rimi? Mayli. Mana bu yerda mening ukamning uyi, hozircha u o'yinga qo'shilmagan, lekin uyini qurib ketgan. Mana uning uyi. Ajoyib, to'g'rimi? Endi men uyimga borishim kerak, ularni maydalab. To'g'rimi qo'y? Hop. Uyim qaysi tarafda edi? Qaysi tarafda? Hop. Uyimni eslay. Mana bu aytgancha mana bu yulduzlarga qaranglar. Ajoyib, to'g'rimi? Minecraft modlar kanalidan olganman. Albatta uni ham kommentariyaga yozib qo'yaman. Mening uyim. Pishon bo'lyapti. Animatsiyalarni qaranglar. O'yindan chiqadigan animatsiyalarni qaranglar. Bolalar, nima bu? Kirdik. Endi biz mana buni maydalab olishimiz kerak. Hop, tezroq maydalaymiz. Rursakdan o'tdi. Hop. Endi bulardan men cheksiz ovqat yesayman. Cheksiz ovqat. Ajoyib, to'g'rimi? Ovqat bo'lgan yaxshi. Hop, men o'sha nonlarni yesayapman.
Hop, tezroq bo'lsa edi-da. Mana men ularni maydalab ham bo'ldim. Nonga aylantirib adashdim. Hop. Mana bunda ozgina mana bu yerda o'tirib kompyuter o'ynaymiz. So'ng uxlab turamiz. Bilmayman nimaga bilmayman. Hop. Bolalar, men fermamni ham qurib bo'ldim. Endi sizlarga ko'rsataman. Hop. Hop, tezroq jonim tinchaydi. Bungacha men ozgina mana shu yerda davom etdim. Aytgancha meni kiyimlarim bor. Ajoyib kiyimlar. Hop, endi jonim ozgina to'ldi. Mana bu narsani yo'q qilib ketamiz. Bo'lib ketdik. Mana bu mening fermam. Ajoyib, to'g'rimi? Ba'zi joylarga qilmabman. Men ortiqcha bloklarni mana bu yerga tashlab yubordim. Chunki ularga nima kerak bor, to'g'rimi? Hozir ajoyib. Bu yerda biz ularni ham qo'yib qo'yamiz. Hop. Mana ajoyib. Bolalar, yana bir narsa qilgim kelyapti-da. Qiladigan ish maxluqlar paydo bo'lmasligi uchun uyimizni atrofiga yaxshi ferma quramiz. To'g'ri eshitdingiz. Ferma ajoyib. Ularni maydalab olamiz. Endi ulardan to'xtanglar, bunday qilib yasardi. Shunday qilamiz va cho'plardan biz ferma uchun nima deydi? Himoya qiladiganmi o'sha narsadan yasaymiz. Qani edi u? Qanaqa yasaladi? Mana bularni ham yasab bo'larkan. Ajoyib. Stullarni ham, kompyuterni ham. Voy, juda qiyin ekan. Hop. Qani ular? Topdim. Mana. Ajoyib. Bizga endi bulardan ko'proq kerak. Bir stak bo'lsa yetadi. Mana buni ushlab endi qorong'i bo'libdi. Mayli, ertaga ishlaymiz, qorong'i bo'lgan bo'lsa. Hop. Mana bu yo'lga kelamizda, tepaga chiqib, ozgina o'ynab keyin uxlaymiz. Hop. Faqat bu safar kompyuter emas, notebook o'ynaymiz. Hop. Mana bularni ham ozgina o'ynaymiz. Ajoyib. Va bo'ldi. Endi ozgina uxlash kerak ertalabgacha. Men uxladim. Va ertalab bo'ldi. Fermamizni qurishga ketdik.
Fermamiz uyimizning orqasida, ya'ni mana bu yerda bo'ladi. Ajoyib joy tanladim, to'g'rimi? Bunda qilib qo'yib chiqamiz. Menimcha shuncha bo'lsa yetadi. Men u yerga har xil hayvonlarni solaman, masalan, qo'y yoki echki. Echkini topish qiyin Minecraftda. Tog'lardan topish mumkin. Eng asosan qo'y bilan sigirni qilaman. Bu şeyde juda yoqib ketyapti menga. Bundan kunga zo'r bo'lib, chiroyli bo'lib ketyapti. Endi bu yerga nima, bu yerga qo'ymi? Ha, qo'y solamiz. Endi eshik kerak bizga, eshik. Oddiy eshik emas. Nima deydi? Mana bunday eshik. Endi taxtalarni bilan nima bo'lyapti? Endi bizga ikkita kerak. Mayli, bizga yetadi. Fermamiz tayyor deyveraylik. Hop. Mana bu yerda qo'ylar uchun yoki sigirlar sindirish kerak endi. Qo'yamiz va u yerda sigirlar uchun hop sindirish kerak. Nima? Böyle böyle de ağzına tavuklar geldi. Yine vücut yaptı. Böyle bir yerge solup koyarız ağzıca tavuklarını halkı baytırsa dedi. Şimdi okul gidemez. Keşini okup durup şimdi okulamaz ki. Şimdi oturup şimdi yapamaz anne. Şimdi bu ortasına top şıkırak yana. Formikten şu an duruptu. Yaptı. Kapattı bu videonun ikinci kısmı. Çünkü kanalga abone olup koyunlar. Yasemin Arpon yesayman. Arpondan osman. Men bitta zombini o'ldirib oldim. Endi mana bu yerga kiraman. Ichkariga qilishni qo'yamiz. Chunki qilishni ushlab yurman. Mana bunlarni ham yeb olamiz. Bug'lar bo'lsa quramiz, hopbola. Menimcha bug' qurganimiz yaxshi. Hayvonlarni endi bir stak bu, bir stakda hayvonga yetadi. Buni shu yerga bog'lab qo'ysak bo'ladi. Kiramiz, shundoq qilib mana bu yerga bog'lab qo'yamiz. Ajoyib. Qochib ketmaslik uchun